Tozalovchi serialining 96 seriyasi 17 noyabr 2025 yil Milliy TV kanalida soat 21:25 daqiqada namoyish etiladi. Har bir qism ayollarning murakkab, lekin ta'sirli hikoyasini ochib beradi. Ularning taqdiri qiyinchiliklar va kutilmagan sinovlar bilan bog'liq. Ushbu qismda tomoshabinlarni kuchli his-tuyg'ular va yangi burilishlar kutmoqda. Ular befarq qoldirmaydi. Tozalovchi o'zining realizmi va samimiyligi bilan hayratga soladi. Ssenariy mualliflari qahramonlarning hayotidagi har bir kichik detalli muhim ekanligini mahorat bilan ko'rsatadi. Aktyorlar esa har bir sahnani chuqur his qilgan holda jonli va ta'sirli qiladi. Ushbu qismda qahramon ayolning ichki dunyosiga, uning kurashi va matonatiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa serialni chinakam hayajonli qiladi. Har bir detal, har bir his-tuyg'u shunchalik aniq yetkaziladi, tomoshadan ko'z uzib bo'lmaydi. Ushbu serial faqat hikoya aytmaydi, u kichik quvonchlar, yaqinlar qo'llab-quvvatlashi va har bir ayolda yashirin kuchning ahamiyatini his qilishga majbur qiladi. Tozalovchi oddiy hayotdagi go'zallikni ko'rishni va hayotni chinakam jonli qiladigan lahzalarni qadrlashni o'rgatadi.